Yana bir marta assalomu alaykum. Bundan oldingi doktorlar haqidagi videomiz davomi nimaga o'g'lim doktorlarga yem bo'ldi deb e, nomladim bu videoni. Chunki e, doktorlarda shu yemaxo'rligini, uyatsiz shu haromxo'rligidan o'g'lim jabr ko'rdida ko'proq. To'g'ri, meni cho'ntagim ham jabr ko'rdi. Meni mayli, men bolam uchun, farzandim uchun deb bilasizlar, mana kimni o'zida ota-ona bo'lsanglar, sizlar ham farzandinglar bo'lsa, farzandinglar uchun misol hamma narsaga tayyor bo'lib turasizlar. Unaqa og'rib qolsa, boshqa bo'lsa, kasal bo'lib qolsa. Xullas, bu psixotrop moddalar bilan davolagan doktorda yana bir marta ogohlantiraman. Zelený mostda Nafosat degan doktor poliklinikada ishlaydi. Hokimiyat yonidagi poliklinikada. Hozir bilmadim qayerda ishlayapti. Qayerda ishlayotgan bo'lsa ham, ana shu eski bir g'alati apparatini ko'tarib yurgan bo'lsa, shu apparatiga pulinglarni olib tushirib, psixotrop moddalarni berib, bolalar tinch maza qilib uxlayotgan bo'lsa, bular o'zingizga zarar. Farzandingiz siz o'zicha farzandim tinchlanib qoldi, mana uxlayapti deb o'ylab, o'zingizni uyqungizni, o'zingizni tinchligingizni o'ylab, farzandingizni ana shu xotinga yem qilib bermang, ana shu doktorga. Mendek bo'ldi bu xato. Bilmadim, yana 3-4 oy ichkizganda bolani qoni 6ga tushib qolgan edi. Undan keyin o'ldirib qo'yish ham mumkin edi. Bitta oddiy gripp kelsa ham o'lib qolishi mumkin unaqa bola. Уже skelet bo'lib qolgan ekan. O'zi shundoq ham irsiyat ozg'in meni farzandim, o'g'lim. Hozir ham har vaqt ozg'in. Yana ikkinchi voqea, undan ozgina vaqt o'tgandan keyin endi qishloq og'rib qoldi, toshmalar toshib ketdi, mayda-mayda allergiyaga o'xshagan. Ana shu farzandimga, birinchi farzandimda endi o'g'lim. Qishloq doktorlariga olib bormasdan shaharda saviyasi balandroq deb o'zimcha shaharga olib bordim. Birinchimi, ikkinchimi mos borib, eski shahardan tepaga qarab yurganda, Yangi bozor nima 3ta yo'lidan ketiladi. Xullas, birinchi yo ikkinchi mos deyiladi u yer. Shu yerda Detskiy больница bor ekan. Furqat emas lekin. Andijondagi shahardagi Detskiy больница, u yerda Dilshod degan bir muttaham ishlaydi ekan. Haromxo'r. Terapevtmi bilmayman nima ekan. Shunga to'g'ri kelib qoldik. U ham Kanadaga so'rdi pulimni. Maxik Tam degan bir dori yozib berdi. Endi u dorini nimaligini ham hech kim bilmaydi ekan, boshqa doktorlar ham bilmaydi ekan nimaligini. Hayron bo'lishyapti-da. Endi u bizni qo'rqitdi. Rosa yomon virus ekan dedi. Xotiningiz tug'masligi ham kerak, tug'sa emizmaslik kerak hech qachon dedi. Endi birinchi farzandimdan keyin xotiningizda ham hatto bor ekan deb uni ham davolaymiz deb yomon ekanda qarang, klient chaqirishdi. Maxik Tam degan dori yozib berdi. U Maxik Tam o'lgur internetdan topolmadim men. Toshkentda ham yo'q dedi hatto. Aka, nimaga bu dori yo'q, topolmayapman aptekalardan desam. Faqat bizda bor xolos, shunaqa biz maxsus olib kelamiz. Bu hatto Farg'onadan kelib olib ketadi, Toshkentdan kelib olib ketadi bizdan deyapti-da. Endi shunaqa noyob narsa shekilli, endi doktor biladi-yu deb endi bilmasdan u paytda soddalik bizda boshqa doktorga borib ko'rsatib ko'rish kerak edi. Endi bizni bolamiz manaqa bo'lyapti, manaqa kuchli dori yozdi, manaqa noyob dori topolmayapmiz deb aytsak bo'lardi ekan shuni. Boshqa doktorga ko'rsatibchi. Unaqa qilmadik. Ishonib laqqa tushib davolataverdik. Qarasam, kunda pulim ketyapti. Ishxonamdan
oldindan avans olib kelib doriga pulni sarflayman. U 50 grammlik, 50 milligramlikni bir kunda tugatib qo'yadi. Unchani ishlatmaydi, lekin paroshok uni eritib turib tomiridan qo'yadi. Xullas, yaxshi bo'lishga yaxshi bo'ldi farzandim. Lekin yana qaytalanishni boshlagandan keyin boshqa doktorga olib boruvdik. 70 ming so'm bilan tuzaldi. U Maksikdan faqat Polshada bo'lar ekan. Moskvadan ham topolmadim. Internetdan istab ko'rdim. Moskva, Sankt-Peterburg, xullas butun Rossiyada ham yo'q ekanda. Boshqa Qozog'istonda ham yo'q ekan. Men o'zim Qozog'istonda ishlayman. Yo'q, topolmayapmiz. Faqat Polshada bo'lar ekan. Keyin bilsak, u muttaham Dilshodni oshnasi Polshada ishlaydi ekan. U ham meditsina sohasida shekilli, shu yerda biznes qilishar ekan ikkovi. Maksiktamni bu yoqqa jo'natar ekan, oddiy sefazalin o'rnini bosar ekan Maksiktamni. Pensilin, ampitsilin deganda sefazalin, seftraksiyonlar bu Maksiktamni o'rnini bosar ekan. Oddiy o'zimizni keyin boshqa sari больница deyiladi. Infeksionniy больницаga olib borib ko'rsatgan edik. Nimani ko'rib turib, bolamni ko'rib turib, "Manalar olsanglar yaxshi bo'ladi" deb, unaqa kerak emas unaqa narsalar bunga deb arzimagan 70 ming bilan bola tuzaldi. U dori Maksiktam degani 165 mingdanmi olardim donasini. U paytda katta pul edi-da, yaxshi pul edi. Men kuniga 100 ming so'mgami ishlardim. Kuniga 100 ming so'm tushirardik-da. Undan ham oz tushishi ham mumkin edi. Qiyin edi shu pul topish. Men 165 mingga bo'lib ham pullarim, naqd pulim kamroq edi. Tugab qolib, oldindan ishxonamdan pul olib ishlatishga to'g'ri keldi. Bu ikkinchi xatoyimiz shu bolalarni davolatishda. Keyin onasini ham bir marta ukol qilib berdi. Keyin tug'masin dedi. Qaqras ana shu paytda yana ikkinchisiga homilador bo'ldi. Endi nima qilamiz? Tug'sa emizmasin deyapti. Rossa yomon virus bor ekan, ayasida ham dedi. Boshqa doktorga ko'ringandan keyin yaxshi mutaxassislarga ko'rindik keyin. Ko'rinib ular tekshirib turib, yo'q, bu bilan tug'adi ham, hammasi emizsa ham bo'laveradi deb, keyin vahimali narsa emas, hammada bor bu virus deb. Keyin mana ikkinchi farzandim, qizim tug'ildi. Onasini o'zi boqdi, usti bilan yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi katta bo'ldi. Akasidan ko'ra baquvvatroq katta bo'ldi. Navorot. Uchinchisini ham tug'ildi, bu Qozog'istonda tug'ildi. Bir yosh, yangi boshlagan doktor chamamda shu O'zbekistonda ana shu Dilshod shogirdi shekilli. Rosa kuldik ashanda Dilshod shogirdi shekilli deb. Uyga tekshirgani keldi. Roddomdan chiqqandan keyin poni analizlarni ko'rsatib, ona bilan bolani qoni to'g'ri kelmayapti. Xullas bir narsalar, bola sarg'ayib ketadi yaqinda, ko'karib ketadi, qorayib ketadi. Xullas g'alati bo'lar bo'lmas gaplar gapirdi. Keyin biz kuldik. Ha, bo'ldi, ketavering, bo'ldi. Yaxshi dedik. Zo'r. Ana shunaqa sarg'ayib ketsa olib boramiz dedik. Emizmasin deyapti. U ham endi shunga olib boryapti. Smesga o'tirishimiz kerak ekan. Haftasiga palon pul sarflab, xullas tabiiy ovqatdan sun'iyga o'tishimiz kerak ekan. Bekarga aytibsan dedim. O'zim bilaman dedim. Bo'pti, hop deb chiqarib yubordim. Yem bo'lmayman senga, yem qilmayman men bolamni dedim. Endi doktorlarga yem qilmayman. Mana men o'zim javob beraman dedim-da. Onasini mana 1 yashar bo'ldi. 15 kunda 1 yashar bo'ladi. Normalniy katta bo'lyapti. Akasidan ham, opasidan ham baquvvat katta bo'lyapti bunisi. Uchinchisi. Yaxshi.